Demak, hurmatli bilimdon, diqqat, savol. Non yopganda mening oyim degan yoshlikdagi qo'shig'imiz, ya'ni mana shu qo'shiq qaysi jumladan boshlanadi? Demak, A varianti non yopganda mening oyim. B varianti rostmi? Hammasi tug'ma, kayfiyatni qochirar. Demak, C varianti shuncha bo'lurmi hayhar. Va D varianti barcha javoblar. Vaqt ketdi. Bu judayam qiyin savol. Shuning uchun men 50-50 imtiyozini tanlayman. 50-50. Yaxshi. Demak, 50-50 bo'lgandan keyin ikkita variant qoldiramiz. Ya'ni A varianti non yopganda mening oyim va D varianti barcha javoblar to'g'ri. Javobim D. Barcha variantlar to'g'ri. Topdingiz!